izlaganlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana g'iz zavodimizda jonli jarayonlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xomush pishgan ishlar, yuganish, chiqarish ishlari ketyapti. Yo'llarga e'tibor bermaymiz. Bu tarafdan xomushlarimiz qurug'i. Bu tarafda mana yangisi. Bu tarafda mana yangi ishlarimiz kuyilyapti. Biz zavodimizda jonli holati. Albatta bizda birinchi o'rinda pishgan g'ish bor. Endi xomushlarimiz ham qo'shni tumanlarga yetkazib berilyapti. Mana bu tarafda o'chiritdagi mashinalarimiz. Shofir bolalar. Bu tarafda esa mana pishgan ishlarimiz manziliga tayyorgarlik ko'ryapti. Ishlarimiz mana yaqindan ham ko'rsatib o'tamiz. Sifatlari o'ta a'lo darajada chiqyapti. Kimga shunday ishlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz.